Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Keyingi zakazlarimizni mana bitkazib, olib kelib o'rnatib berdik kullaga. Egalariga mana topshirdik. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqdi. Tepasi ham bitta uровень qilib qo'yib berdik. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor, vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustunovkasi ichida. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Kvadratini 800 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik vodiy bo'ylab. Shu kvadrat 800 mingdan olib borib o'rnatib ustunovka hamyog'i ichida. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz ham bor. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa kelishib bo'lsak olib borib o'rnatib ham beryapmiz. Mana Samarqand, Qarshi, ash tomonlarga, Voha taraflarga ham. Ularimiz mokri. Ko'rib turibsizlar, mana chiroyli, juda ham chiroyli chiqdi eshiklarimiz. Gilansiz lash ochilgan, yiltillab turadi. İchkarida, nari ichkarida portichkamiz bor, ichkarida ham eshiklar bor. Endi qorong'u bo'lgani uchun ichkarini olmayapman. Mana tashqaridagilar olib qo'ydim mana. Yoqqan bo'lsa bitta like podpiska bosib qo'yamiz, kanalimiz kengroq tarqalishi uchun. Xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qo'yaman. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.